Assalomu alaykum. Bu videomizda biz Biznex ilovasiga qanday qilib joylar qo'shish haqida gaplashib chiqamiz. Hop, Biznex ilovasiga joylar qo'shish uchun biz Biznex bo'limlaridan joylar degan bo'limni tanlashimiz kerak. Ustiga bosamiz va bizda bu oyna ochiladi. Bu oynada bu joyga biz yangi joylar qo'shishimiz uchun pastda qo'shish tugmasi bor. Ustiga bosamiz va biz joy nomini kirgizishimiz kerak. Misol qilib ayta olishimiz mumkin. Zal degan joy nomimiz bor. Pastda foizsiz xizmat ko'rsatish degan tugmachamiz bor. Bu nimaga kerak bo'ladi desak, biz uslugamiz, xizmat ko'rsatish foizlarini bu joyga ta'sir qilmasin degan bo'lsak, buni bosib qo'yishimiz kerak. Agar xizmat ko'rsatish foizlari, ofisant xizmat ko'rsatish foizlari bu joyda amal qiladigan bo'lsa, buni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va qo'sh tugmani bosadigan bo'lsak, bizda joyimiz qo'shiladi. Hozircha bitta joy qo'shdik. Zalning ichiga biz stollar yoki divanni, kabinani qo'shmoqchi bo'lsak, ustiga bitta bosamiz va bu joyda mana joy qo'shish tugmasi bor. Ustiga bosib biz joy nomini kirgizishimiz kerak. Ustiga bosaman va misol uchun birinchi divan. Bu joyda ham foizsiz xizmat ko'rsatish bo'lmaydi. Bu joyda ofisant xizmat qiladi, chunki qo'sh tugmasini bosdim va mana biz ko'radigan bo'lsak, bu joyda bitta joyimiz paydo bo'ldi. Yana qo'shib shunaqa ketaveradi. Ustiga bitta bosaman, yana qo'sh tugmasini bosib, ikkinchi divan va hokazo bo'lib, shunaqa qilib joylarni qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Zal bo'lsa zal, yana alohida joy bo'lsa, misol uchun tashqarida tapchalarimiz bo'lishi mumkin. Tashqaridan yana alohida joy qo'shdim. Joylar bo'limining pastida mana qo'sh tugmasi bilan. Endi tashqarini o'ziga tapchalar qo'shish uchun ustiga bosaman va joy qo'shishni bosib turib, birinchi tapcha. Misol tariqasida shunaqa qilib qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Endi saboy to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, saboyga zakaz berishimiz uchun ham shu joylarga saboy degan joy ochib qo'yishimiz kerak. Qo'sh tugmasini bosaman va bu joyga saboy yozib, bu joyda mana xizmat bepul foizsiz xizmat ko'rsatishni bosib qo'yamiz. Chunki bu joyda ofisantlarimiz xizmat ko'rsatmaydi saboy uchun. Qo'shishni bosaman va saboy ichiga kirib yana bitta saboy degan joy qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Saboy foizsiz xizmat ko'rsatish, qo'shish bo'ldi. Saboyda joylarimiz bitta, tashqarida bitta tapchani qo'shdik. Yana qo'shmoqchi bo'lsak, bu joy qo'shish tugmasidan qo'shiladi. Zalga ikkidan divan qo'shdik. Shu tariqa qancha joyimiz bo'lsa, qo'shib, uni ichiga divan, stollarimizni ham bemalol qo'shishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariylarda yozishlar mumkin yoki Biznex call centerga aloqaga chiqishinglar mumkin bo'ladi.